Bismillahirrahmanirrahim. Eng mehribon, eng rahmli Alloh nomi bilan. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت Vaqtiki osmon yorilsa va vaqtiki yulduzlar sochilib ketsa وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت va vaqtiki dengizlar portlatilsa va vaqtiki qabrlar ostin-ustin bo'lsa علمت نفس ما قدمت وأخرت har bir jon nimani taqdim qildi-yu, nimani ta'xir qildi, biladi. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Ey inson, seni karamli Robbing haqida nima gururga ketkazdi? الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك U seni tola-to'kis va mo'tadil qilib yaratgan zotdir. O'zi xohlagan suratda seni tarkib qildi. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين Yo'q. Balki siz jazoni yolg'onga chiqarmoqdasiz. Holbuki ustingizdan kuzatib turuvchilar bordir. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Ular hurmatli yozib turguvchilardir. Ular nima qilayotganingizni biladir. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم Albatta yaxshilar jannatdadir va albatta fojirlar jahannamdadir. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين Ular u erga qiyomat kuni kiradir va ular undan g'oyib bo'la olmaydir. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين Va jazo kuni nima ekanini senga nima bildirdi? So'ng jazo kuni nima ekanini senga nima bildirdi? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله O'sha kunda hech bir jon boshqa bir jon uchun biror narsa qilish imkoniga molik emasdir. U kunda barcha ish Allohning o'ziga xosdir.